Sergelini qoq markazida, Sergeli 7 konechka 3-metro bekatini shunday yonginasida 5 xonali kvartiramizda 115 kvadratdan iborat bo'lgan xonadonimizdan obzorini boshladik. Bu yoqda bitta xonamiz bor. Xo'p, bu koridordan shunday kirganinglarda chap qo'lda 5 ga 5 zal kutib oladi. Ko'rib turibsizlar, katta bemalol mehmonlarni kutib olaverasizlar. Xo'p, keyingi xonamizga o'tamiz. Oshxona. Oshxonamizni mana shunaqa chiroyli qilib uголокlar qilib qo'yishgan. Bu yoqda mana ayollarimizni sevimli joyi. Shuna 3-metro bekatning yonginasida 9 metr balkon, 6 metrdan bo'lishgan, bu yog'ini oshxona, bu yog'ini mana tapchan qilib chiroyli qilib qo'yishgan. Metro shunday yonginasida hamma shart-sharoitlar bor. Hipermarket, maktab, bog'cha, poliklinika hamma narsa yaqin xonadonimizga. Bu yoqda yana bitta detskiy xonamiz bor. Ko'rib turganinglarda bu yoqda spalni shunday yonida sanuzel joylashgan. Bu yerda yana bitta spalni. Xonadonimizda Sergeli 7 da joylashgan, bolalar o'yingohi, hamma kommunikatsiya, magazinlar nima kerak bo'lsa, hammasi yaqingina joylashgan. Shart-sharoitlar bomba desam ham bo'ladi. 115 kvadratli xonadonimizga uy egalari tomonidan bor yo'g'i 88 ming AQSh dollari so'ralyapti. Aralash arzon nomidan chiqsanglar, albatta skidka qilib berishadi va bir ikkita bonuslari ham bor. Aloqaga chiqsanglar xabardor bo'lasizlar. Bu videoni katta uyquda yurgan jigarlarga jo'natib qo'yamiz. Aralash arzonga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Meni kuzatishda davom etinglar.